savol yo'llashibdi. Yosh bolali insonlarga ham biron narsa deng, motivatsiya uchun deyishibdi. Birinchi motivatsiya cho'ntagingizdan oling. Agar cho'ntagingizda pul yo'q bo'ladigan bo'lsa, demak bu siz uchun haqiqiy motivatsiya hisoblanadi. Negaki o'rnimizdan turib ishlashimiz kerak. Qizim hozir 5 yosh. Mana shu qizim 2 oylik vaqtida tanimagan odamga enaga qilib tutib, ya'ni kvartiraga tashab, o'sha vaqtida mening kvartiram bor edi, lekin ofisimizga uzoq edi. Men boshqa tumanga borib kvartira olib, o'zimning uyim bor, lekin boshqa tumanga borib kvartira olib, o'sha kvartiraga tanimagan 2 oylik vaqtida искусственник bo'lib qolgan qizim. Shu 2 oylik vaqtida, ya'ni искусственник bo'lmasidan oldin искусственник kashani olib qo'yib, keyin искусственник bo'ldi. Negaki ichi og'riyverdi, keyin искусственник bo'lib qoldi. Va o'sha kvartiraga tashlab ketib men ishlaganman. Shuning uchun yosh bolam bor, kreditim bor, qarzim bor, qila olmayapman, o'xshamayapti degan liderlar. Bu faqat sizning xayolingizda. Ya'ni bitta inson aytadi, misol uchun deylik, nima desam ekan, qarzim bor. Hozirgi kunda bilmaysan-da meni erimni yoki bo'lmasa ota-onamni bilmaysan. Kechirasiz, siz o'zingiz bilmaysiz. O'zingiz bilmagan vaqtda bizda o'z-o'zidan komfort kelib chiqadi. Men deydi, nima deydi? Ishlar edim deydi. Yoki menga bu yoqmayapti deydi. Yoqmayotgan liderlar, siz haqiqiy yoqmayotgan bo'lganida o'rningizdan turib ishlagan bo'lar edingiz. Nima uchun ishingiz o'xshamayapti? Negaki biz kimnidir kutyapmiz. O'sha kimnidir kutayotgan vaqtingizda bizda biznes o'xshamaydi. Va men o'sha turib ketgan bo'lar edim. Yo'q, ular komfortdan turgisi kelmayapti. Komfortdan turgisi haqiqiy muhtoj odam komfortdan turib ishlaydi, kechirasiz. Shuning uchun menda bu o'xshamayapti, menda bu bo'lmayapti deyotgan liderlar. O'xshamayotgan bo'lsa, demak o'rningizdan turib ishlashingiz kerak. Yosh bolali insonlar, menda yosh bolam bor, yubormayapti. Bu faqat siz uchun bahona. Agar haqiqatdan ham pul kerak bo'ladigan bo'lsa, haqiqatdan ham ehtiyojingiz bor bo'ladigan bo'lsa, o'rningizdan turib yurgan bo'lar edingiz hozir. Qandaydir imkoniyat topgan bo'lar edingiz. Biz nima uchun ishlay olmayapmiz? Imkoniyat kutyapmiz. Imkoniyat kutadigan bo'lsangiz, hech qachon hech kim sizga imkoniyat yaratib bermaydi va yaratib berishga majbur emas. Bizni kursdamiz hozir, mana trening o'tishga keldik. Ertalab zavtraqdan oldin aylanyapmiz, badan tarbiya qilyapmiz qizimiz bilan, ko'chadamiz. Ko'cha juda ham chiroyli. Xudo xohlasa, bizni yana keyingi kompaniya va keyingi viloyat, davlatlar kutyapti.